Tasavvur qiling. Uyingiz atrofida yam-yashil chiroyli bog' bor. Bog'da qushlar sayraydi, turli xil foydali hasharotlar yashaydi va bog'ingizda juda ham ko'p mevali daraxtlar o'sadi. Bu chiroyli bog' sizni va uyingizni changdan, jaziramadan va turli xil shamollardan asraydi. Bir kuni bu bog'da bir nechta begona o'tlar paydo bo'ldi va begona o'tlarni o'ldirish uchun siz zaharli gaz sepdingiz. Begona o'tlar o'ldi, lekin shu bilan birgalikda daraxtlar quridi, qushlar uchib ketdi. Bog'ingiz cho'li biyobonga aylandi. Endi uyingiz himoyasiz. O'zbekistonda har safar ozgina issig'imiz chiqqanda yoki ozgina yo'talganimizda darrov o'zimiz uchun antibiotiklar buyurishga o'rganib qolganmiz. Har safar o'zimizga kuchli antibiotiklar buyurganimizda, ya'ni ularni iste'mol qilganimizda, biz ichimizdagi yashil bog'ni qatl qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni ichimizdagi mikrobiomga katta zarar yetkazayotgan bo'lamiz. Bugun biz Dunyoqarash kanalida ichaklarimizda joylashgan 100 trillionlab kichkina do'stlarimiz haqida gaplashamiz. Nima uchun doktor Atiya ichaklar mikroflorasi, ya'ni mikrobiomini salomatligimiz va uzoq umr ko'rishimizda juda ham muhim omil ekanligini ta'kidlashini, nima uchun antibiotiklarga bo'lgan muhabbatimiz kelajakda fojiaga aylanishi mumkinligini bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlarga ega bo'ling. Obuna bo'ling, biz boshlaymiz. Keling, real hikoyadan boshlaylik. 2011-yil Avstraliya, Melburn shahri. Jane Dudley ismli 34 yoshli ayol uzoq yillar davomida chuqur depressiyadan aziyat chekadi. Eng kuchli psixologlarga murojaat qiladi va turli xil antidepressant dorilarini iste'mol qiladi va ulardan afsuski hech qanday amaliy foydali natija ko'rmaydi. Bir kun uning shifokori o'sha payt uchun juda ham yangi bo'lgan bir muolajani qilib ko'rishni tavsiya qiladi. Keling, ichaklaringizni bir tekshirib ko'ramiz. Jane hayron bo'ladi. Ichak? Axir men depressiyada bo'lsam, mening bosh miyam tekshirishingiz kerak emasmi? Lekin bu muolajani qilishga rozi bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bu ayolning ichaklaridagi mikroflorasi juda ham nomutanosib. Foydali bakteriyalar deyarli yo'q. Barcha yerda zararli bakteriyalar hukmronlik qilmoqda. Natijalarga asoslanib doktor ayolga maxsus probiotiklar va ovqatlanish rejimini taklif qiladi. 3 oydan so'ng ayol doktor qabuliga keladi va o'zidagi o'zgarishlarni shunday ta'riflaydi. Men o'zimni 10 yildan beri bunchalik yaxshi his qilmagandim. Bu hikoya fantastika emas. Bu 2019-yilda Nature Microbiology jurnalida chop etilgan tadqiqot natijasining amaliy isbotidir. Bunda mingdan ortiq insonlar, ya'ni bemorlar tekshiriladi. Natijada shunga amin bo'lishadiki, ichaklarimizdagi holat bizning depressiyamiz bilan chambarchas bog'liq. Xo'sh, nega bunday? Keling, avval asosni tushunaylik. Siz o'zingizni bitta odam deb hisoblaysiz. Ammo haqiqatda siz biologik jihatdan bir ekotizimsiz. Sizning ichaklaringizda tanangizdagi barcha hujayralardan ko'ra ko'proq bakteriyalar yashaydi. Ularning miqdori taxminan 38-100 trillion atrofida va ularning vazni o'rtacha 2-3 kilogrammga teng. Tasavvur qiling, 100 trillion. Bu raqamni nima bilan taqqoslashga odam hayron bo'ladi. Ya'ni siz yarim inson, yarim mikrobsiz. Albatta biologik jihatdan. Sog'lom insonning ichak mikroflorasida asosan foydali bakteriyalar bo'ladi. Ular ovqat hazm qilishga yordam beradi, vitaminlar ishlab chiqaradi, masalan B12, K va boshqa B guruh vitaminlari. Immunitetimizni boshqarishda ishtirok etadi. Bunga ishonish qiyin, lekin 70% immunitetimiz ichaklarimizdagi mikrofloraga chambarchas bog'liq. Agar ichaklaringizdagi mikroflora sog'lom bo'lsa, immunitetingiz aqlli bo'ladi va u tanamizga yot bo'lgan bakteriyalar, saraton hujayralari va viruslarni topib yo'q qiladi. Agar mikrobiomingiz izdan chiqsa, qo'sh tirnoq ichida aqldan ozadi va immunitetimiz o'zimiz tanamizga hujum qilishni boshlaydi. Bu xuddi autoimmun kasalliklarga o'xshaydi. Va eng ajib tomoni, ichaklarimizdagi mikroflora miyamiz bilan doimiy muloqotda bo'ladi. Endi eng qiziq qismga o'tamiz. Bilasizmi? Tabiblar, doktorlar ichaklarni
nima deb atashadi? Ichaklarni ular ikkinchi miya deb atashadi. Chunki bizning ichaklarimizda 500 milliondan ortiq neyronlar mavjud. Biroz to'xtab o'ylab ko'ring. 500 million. Bu taxminan mushukning to'liq miyasiga teng. Bu neyronlar alohida asab tizimini tashkil etadi. Bu enterik asab tizimi deyiladi va bu bosh miyadan alohida holda ishlashi mumkin. Bosh miya va bu neyronlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini vagus nervi bajaradi. Xo'sh, ichak mikroflorasi miya bilan qanday aloqada bo'ladi? Bu aloqa asosan neyromediatorlar orqali bo'ladi. Bu kimyoviy moddalar, ya'ni gormonlar orqali amalga oshadi. Bularning eng mashhuri serotonin gormoni. Serotonin bu yaxshi kayfiyat, osoyishtalik va baxt gormonidir. Ko'pchilik serotoninni miya ishlab chiqaradi deb o'ylaydi. Haqiqat boshqacha. Serotoninning 90% ichaklarda hosil bo'ladi. Tasavvur qiling, 90%. Sizning kayfiyatingiz ichaklaringiz bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun oldingi hikoyamizdagi ayol Jane probiotiklar va to'g'ri ovqat rejimi orqali o'zining depressiyasini davoladi. Yana ba'zida eshitib qolamiz, qo'rqsam qornim og'riydi deb. Bu shunchaki ibora emas, bu haqiqiy biologiya. Biz turli xil emotsional holatlarda ichaklarimizda reaksiya paydo bo'ladi va miya ichaklarimiz bilan tezda muloqotga kirishadi. Va ishlab chiqarilgan gormonlar sabab biz tushkunlikni, depressiyani, qo'rquvni va boshqa bir hissiyotlarni his qilamiz. Va bu aloqa zanjiri ichak-miya aloqa zanjiri deb ataladi. Hozirgi kunda bu olimlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Antibiotiklar. Ular 20-asrning eng buyuk kashfiyotlaridan biri. Va aynan antibiotiklar millionlab insonlarning hayotini o'limdan saqlab qolgan. Lekin bu vaziyatda bir muammoli holat bor. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bitta antibiotik muolajasi, ya'ni kursi, ichaklarimiz mikroflorasini 6 oygacha izdan chiqaradi. Ba'zan uni tiklash uchun 1 yilgacha vaqt ketishi mumkin. Keling, eng og'riqli nuqtaga o'tamiz. O'zbekistonda antibiotiklar qo'shtirnoq ichida konfet kabi sotiladi. Bolaning ozgina isitma chiqsa antibiotik, ozgina burni oqsa antibiotik, ichi ketsa antibiotik. Doktor Atiya va boshqa shifokorlar bir narsadan xavotirda, ya'ni antibiotik rezistentligi. Biz keraksiz bo'lgan hollarda ham antibiotiklarni foydalangani sabab bakteriyalar sekin-asta bunga chidamli bo'lib boradi va oxir-oqibatda superbakteriya hosil bo'lib, tibbiyot oddiy infeksiya oldida ojiz qolishi mumkin. Har bir keraksiz iste'mol qilingan tabletka yoki tomchi dori yordamida berilgan antibiotik mikroflorangizga juda ham kuchli zarar keltirmoqda. Bu esa avval eslab o'tganimizdek, immunitetingizga va keyinchalik uzoq umr ko'rishingizga katta zarba bermoqda. Yana qaysi omillar ichaklar mikroflorasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi? Biz davom etamiz. Ultra processed food, ya'ni juda ham chuqur qayta ishlash jarayonidan o'tgan oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni zamonaviy ovqatlar, chips, tez pishar lag'monlar va juda ko'p boshqa mahsulotlar. Bundan tashqari, oq un, shakar, turli xil konservantlar, bo'yoqlar bizning bakteriyalarimizga xuddi zahar kabi ta'sir qiladi. Xo'sh, bizning bakteriyalar nima bilan oziqlanadi? Kletchatka, ya'ni tola bilan. Hozirgi kunda odamlar taxminan 15 grammgacha kletchatka iste'mol qilishmoqda. Lekin sog'lom inson uchun tavsiya etilgan kletchatka miqdori 30 gramm. Demak, biz tavsiya etilgan miqdorning yarmini ham iste'mol qilmayapmiz. Bu esa bizning bakteriyalarimiz uchun ochlik deganidir. Ochlik sabab ularning miqdori kamayadi. Foydali bakteriyalar o'rnini zararli bakteriyalar egallay boshlaydi. Va oxir-oqibatda bu turli xil kasalliklarga, depressiyaga, immunitetimizni izdan chiqishiga olib keladi. Keyingi omil bu stress. Bilamizki, stress jarayonida tanamizda kortizol gormoni ishlab chiqariladi va bu qonimizga quyiladi. Kortizol gormoni qon bilan ichaklarimizga yetib kelgach, ichaklarimiz devoriga zarar keltirishni boshlaydi va ichaklar devorida teshik hosil bo'lishi mumkin. Bu
leaky gut syndrome, ya'ni oquvchan ichak sindromi deb ataladi. Bunda zaharli moddalar qorin bo'shlig'imizga quyiladi va tanamizda yallig'lanish jarayoni sodir bo'lishi mumkin. Surunkali yallig'lanish esa yurak, saraton, Alsgeymer va boshqa juda ko'p kasalliklarning asosida yotadi. Keyingi omil bu tozalikka ortiqcha e'tibor. Bu bizga kulgili yoki paradoksal eshitiladi. Afsuski, zamonaviy hayotda biz juda ham ko'plab antiseptik sovun, sprey, krem va boshqa dezinfeksiya vositalaridan foydalanyapmiz va hayotimizda steril muhit hosil qilishga harakat qilyapmiz. Natijada, ayniqsa bolalarda immunitet hech qachon mashq qilishga imkoniyat topolmaydi. Ichaklar mikroflorasi xilma-xillikka ega bo'lmaydi. Bu gigiyena gipotezasi deb ataladi va hayotimizda ko'payayotgan astma va autoimmun kasalliklarni izohlab beradi. Qishloqda yoki fermalarga yaqin hududda o'sgan bolalar shaharda o'sgan bolalarga qaraganda allergiyaga kamroq moyil bo'lishadi. Chunki ular hayot davomida turli xil hayvonlar bilan va shu sababli bakteriyalar bilan muloqotda bo'ladi va yildan yilga immunitetlari kuchayib, ichaklar mikroflorasi xilma-xillikka ega bo'ladi. Xo'sh, muammoni qanday hal qilamiz? Bog'imizni qanday tiklaymiz? Bunda doktor Atiya 3 ta murakkab bo'lmagan maslahat beradi. Birinchisi, antibiotiklarni ishlatishda ehtiyot bo'ling. Faqatgina shifokor zarur deb topsagina ularni iste'mol qiling. O'zboshimchalik qilmang. Antibiotiklar faqatgina bakteriyalarga qarshi ishlaydi. Virusli holatlarda ular bizga yordam bermaydi. Ikkinchisi, kletchatka, ya'ni tolaga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling. Bunda asosan sabzavotlar, dukkakli, donli mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak. Ular ichimizdagi foydali bakteriyalarning eng sevimli oziqlaridir. Uchinchisi, fermentlangan ovqatlarning iste'moli. Qatiq, kefir, suzma, tuzlangan bodring, karam yoki pomidor va boshqa fermentlangan ovqatlar biz uchun tirik mikroflora manbaidir. Yaxshi xabar shundaki, bizning an'anaviy oshxonamizda allaqachon fermentlangan ovqatlar iste'mol qilamiz. Ya'ni suzma, tuzlangan pomidor, karam va boshqalarni. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Shunchaki bularni kundalik iste'mol qilishimiz kerak va xilma-xillikka doim e'tibor berishimiz kerak. Keling, bugun o'rgangan ma'lumotlarimizni 1 daqiqa ichida takrorlaylik. Sizning ichaklaringizda 100 trilliondan ortiq bakteriyalar mavjud. Ular sizning ikkinchi miyangiz. Bu bakteriyalar tanangizdagi 90% dan ortiq serotonin, ya'ni baxt gormonini ishlab chiqaradi. Ovqat hazm qilishda yordam beradi. Immunitetingizning 70% ni boshqaradi. Ular kayfiyatingizga, vazningizga, energiyangizga va hatto qilayotgan qarorlaringizga ham ta'sir qiladi. Va afsuski, zamonaviy hayot, chuqur qayta ishlangan ovqatlar, antibiotiklar, uyqusizlik, stress bu mikrobiom uchun katta zarar keltirmoqda. Yaxshi xabar shuki, siz bu vaziyatni hoziroq o'z qo'lingizga olishingiz mumkin va vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishingiz mumkin. Buning uchun ko'proq tolali, ya'ni kletchatkali mahsulotlar iste'mol qiling. Fermentlangan ovqatlar iste'mol qiling. Stressni nazorat qiling. Yetarlicha va sifatli uxlang. Antibiotiklarni ishlatishda ehtiyot bo'ling va doim harakatda bo'ling. Biz uchun juda ham oddiy eshitiladi. Lekin ilm ko'rsatadiki, bu qilingan oddiy qadamlar mikrofloramizni bir necha haftalar ichida ijobiy tomonga o'zgartiradi. Va bu yaxshilanish butun organizmingizga, miyangizga, immunitetingizga va kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytganda, sizning salomatligingiz faqat sizning qo'lingizda emas. Bu sizning ichaklaringizda joylashgan trillionlab kichik do'stlaringizga ham qo'lida. Ularga yaxshi g'amxo'rlikda bo'ling. Ularni zaharlamang. Keyingi safar dorixonadan o'zboshimchalik bilan antibiotik olishdan oldin bu haqida ozgina o'ylab ko'ring. Siz chiroyli bog'da yashashni xohlaysizmi yoki jazirama cho'lda? Agar sizga video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Siz o'zboshimchalik bilan antibiotik olasizmi yoki doktor tavsiyasi bilanmi?
Oxirgi marta qachon antibiotik olgansiz? Izohlarda xolisona izoh qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.